Xonadoningiz yoki biznesingiz uchun yuqori sifatli, hamyonbop va rasmiy kafolatlarga ega quyosh panellarini qayerdan olsam bo'larkin deb o'ylab turgan bo'lsangiz, siz xohlagan yuqori sifatli mahsulotlarimiz allaqachon sizni kutmoqda. Ekovolt omboriga yetib kelgan navbatdagi mahsulotlarimizni tanishtirib o'taman. Bu yerda to'la holatda Jinko 625 vatli ikki tomonlama quyosh panellari. Jinko panellarini bilasiz, hozirda quyosh panellari bozorda eng yetakchi o'rinda ega. Keyingi panellarimiz, keyingi mashinamiz quyosh suv isitgichlari 100 litrlik, 200 litrlik va 300 litrlik suv isitgichlari bor. Ularni ham o'sha eng arzon narxlarda sifatli kafolat, rasmiy kafolatga o'rnatib beramiz. Uchinchi mashinamizda hozirda eng so'nggi texnologiya hisoblangan Lonchi Haymo Xun quyosh panellari bilan va Era Solar ikki tomonlama 625 vatli quyosh panellari bilan to'ldirilgan. Siz Toshkentdan va boshqa hududlardan arzon quyosh panellarini o'rnatib berish xizmatini izlab yurganingizda, biz allaqachon Toshkent, Vodiy, Samarqand va boshqa viloyatlardan juda ko'p mijozlarimizning murojaatlari asosida 25 yillik kafolatga ega quyosh panellarini o'rnatib kelmoqdamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda ushbu quyosh panellari va suv isitgichlarni o'rnatish qanchaga tushishini aytib o'tamiz.